Shukur Burxonov, o'zbek sovet teatr va kino aktyori. SSR xalq artisti. Ulug'bek roli ijrosi uchun Hamza nomidagi O'zbek SSR davlat mukofoti sovrindori bo'lgan. 1910-yil 15-sentyabr kuni Toshkentda tug'ilgan. Shukur Burxonov qishloq xo'jalik texnikumida o'qish yillari dramatik to'garak ishlarida ishtirok etgan. 1927-yil Davlat o'zbek teatri truppasiga, hozirgi Hamza nomidagi teatrga qo'shiladi. Ish faoliyatining birinchi yillari Burxonov bir qator munosib rollar yaratgan. Azamat, Yondiramiz sahna asari, Bahodir, Vayrona sahna asari, G'ulom, Nomus va muhabbat sahna asari. Urushdan keyingi yillar Burxonov ijodiy zamonaviy qahramonlarni gavdalantirdi. Maksimov, Boris Lavrenyovning Dengizdagilar uchun sahna asari, Rahimov, Yashinning General Rahimov sahna asari, Shumilov, Safarovning Sharq tongi sahna asari, Lenin, Kreml kurantlari, undan so'ng Yo'lchi Yulduz rollarini ijro etgan. Burxonov qahramonlik va irodali, falsafiy o'ylar va chuqur otashin yog'dularga boy rollar yaratdi. Gamlet, Yulus Fuchuk, Ashok, Satilmish, Farhad, shu bilan birga u o'tkir satirik siymolarni ham gavdalantira olgan. 1952-yil Gogolning Revizor spektaklida Golodnichiy rolini ijro etadi. Shukur Burxonov ijodi yorqin jo'shqinligi, yuqori hayajoni, chuqur psixologik haqiqati bilan ifodalanadi. 1987-yilning 15-avgust kuni, boshqa manbalarga ko'ra 14-avgust kuni Toshkentda vafot etgan. Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Shukur Burxonovga Shukur Burxonov xalq artisti filmi bag'ishlangan.